...2025 yilgi Chevrolet El Camino zamonaviy dizayn va klassik pikap ruhini birlashtirgan mutlaqo yangi model sifatida qaytmoqda. Ushbu avtomobil kundalik hayotda qulaylik va yuk tashish imkoniyatlarini bir mashinada xohlaydigan haydovchilar uchun mo'ljallangan. Video davomida biz El Camino tashqi ko'rinishi, ichki makoni, texnologiyalari va texnik imkoniyatlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Old qismi agressiv panjara, LED faralar va aerodinamik chiziqlar bilan bezatilgan bo'lib, unga sportona va ishonchli qiyofa beradi. Kuzov pastroq, ammo mustahkam bo'lib, shahar va uzoq yo'llarda barqarorlikni ta'minlaydi. Salon ichida qulaylik va zamonaviylik asosiy o'rinda turadi. Raqamli asboblar paneli, katta sensorli ekran va intuitiv boshqaruv tizimi haydovchiga maksimal nazorat beradi. O'rindiqlar yumshoq materiallardan tayyorlangan, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Multimedia tizimi smartfonlar bilan tezkor ulanishni qo'llab-quvvatlaydi. Ovoz tizimi esa toza va kuchli tovush beradi. Xavfsizlik tizimlari orasida adaptiv kruz nazorati, yo'lakni ushlab turish yordami va favqulodda tormozlash funksiyalari mavjud bo'lib, bu avtomobilni oilaviy foydalanish uchun ham mos qiladi. Texnik jihatdan 2025 Chevrolet El Camino bir nechta dvigatel variantlarini taklif etadi. Tejamkor turbo benzinli dvigatel kundalik haydash uchun ideal bo'lsa, kuchliroq versiya yuk tashish va faol haydovchilar uchun mo'ljallangan. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va yoqilg'i sarfini optimallashtiradi. Osma tizimi notekis yo'llarda ham qulaylikni saqlab qoladi. Rul boshqaruvi esa aniq va sezgir. Yuk qismi amaliy dizaynga ega bo'lib, sport jihozlari yoki ish anjomlarini bemalol joylashtirish imkonini beradi. Yoqilg'i tejamkorligi va ekologik standartlarga mosligi ham ushbu modelning muhim jihatlaridan biridir. Muhandislar dvigatel samaradorligini oshirish bilan birga chiqindi gazlarni kamaytirishga e'tibor qaratgan. Shu sababli El Camino nafaqat kuchli, balki atrof muhitga nisbatan mos.